Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vahda ve salatu ve selamu ala man la nabiyya ba'da. Mana hurmatli otalar, onalar, Alloh taolo qilayotgan ziyoratlarimizni qabul qilsin. Umra ziyoratlarimizda Alloh taolo qabul qilsin. Kamchiliklarni Alloh taolo kechirgan bo'lsin. Mana ikkinchi umramizga niyat qilib Masjid Oysha onamizni masjidiga keldik. Mana Tanaim degan joy. Bu joy Tanaim degan joy. Rasul Karim sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizda ham hali uzurlik payti bo'lganda Oysha onamiz Rasululloh bilan hojilikni to'liq qila olmaganda Rasululloh keyin uzurlik paytlarida chiqqandan keyin Oysha onamiz Rasululloh mana shu joyga kelib ihromga niyat qilib ihrom bo'ylab shu yerdan ihromga kirishlikni hukm qilgan Rasululloh. Mana shu joydan Oysha onamiz Tanaim degan joydan ihromga kirib qaytib borib amallarni bajargan, umra amallarni bajarganlar. Xo'sh, undan keyin bu masjidni Masjid Oysha deyiladi. Oysha onamizning masjidi. Ko'p aytdik, shariatimizda ko'p joylarda Oysha onamiz barakatidan shariatimizga yengilchiliklar bo'lgan. Oysha onamiz barakatidan qarang, mana yaqin joyga kelib, qaytib ihromga kirib, qaytib borib umra qilamiz. Oysha onamizni shu narsaga Alloh taolo sababchi qildi. Xo'sh, bu joyga hozir keldik. Mana ihromlarda kirdik, g'usl bilan niyatlarimiz to'g'ri qilamiz inshaalloh. Hozir masjidga kirib, Oysha onamiz masjidi. Ayollar tarafga, erkaklar tarafga kiradi. Kirib 2 rakat namoz o'qiymiz Xudoning qarab. 2 rakat Rasul Karim sallallohu alayhi vasallam mana shu joyga kelib nima qiladilar? 2 rakat namoz o'qib, birinchi rakatida Qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatida Ixlos surasini o'qishlik bu mustahab, sunnat. 2 rakat namoz o'qiymiz. Namoz o'qib bitgandan keyin duo qilamiz. Labbayka umratan. Allohim, men umra qilishlikka, seni xosiyatli joylaringni ziyorat qilishlikka, senga ibodat qilishlikka tayyorman degan. Allohumma inni uridul umrata. Robbim, men umra qilishlikni iroda qildim, niyat qildim. Taqabbalha minni. Shu umramni men tomonidan qabul qilgin. Agar kecha umralarimiz bo'ldi inshaalloh, bugun umralarimizni kim xohlasa, umraning savobini birovga bag'ishlasak bo'ladi. Kecha sahih yaxshi umra qilganlar umrasini o'tib ketgan dadasiga, abasiga, onasiga, qiziga kim o'tib ketgan bo'lsa, savobini bag'ishlasa bo'ladi. Aytib o'ziga niyat qilsin. Fataqabbal minni. Men tomonidan shu umra amalini qabul qilgin. Fayassirha li va shu umra amalini mashaqqatlarini menga yengil qilgin deb niyatini qilamiz. Niyatini tayyormizmi inshaalloh? Undan inshaalloh 5 minutda namoz o'qib chiqib, bir 10 minutda Xudo xolasa 15 minut vaqt ancha-muncha ko'rib, ichida namozni o'qib, duo qilib inshaalloh yig'lab duo qilganga harakat qiling. Ya Alloh, mana shu makonlarga keldim, yana kelishlikka, yana ko'p kelishlikka tavfiq bergin deb. Endi har umra qilganimizda mana shu Oysha onamiz masjidiga kelib turib niyat qilib qaytib borib umramizni bajaraveramiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizga yaxshi umra amallarini bajarishlikka tavfiq bersin.